2017-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomobilimiz. Kraskasi qanaqa? Kraska aka, mana shu eshikda bor, reloda bor. Ikkita detal. Ha, ikkita detal orqada petnosi bor, orqa eshikda, nari tomonda. Nari tomon orqa eshikda petno. Qolgan joylari toza baraka bo'ladi. Yurgani qancha bo'ldi? 245 ming kilometr yurib o'tgan Nexia 3 avtomobilimiz. Texnik holati deyish yo'qmi? Yurgani qancha bo'ldi deysiz? 245 ming kilometr. Takror so'rab qo'ydim, esimdan chiqib qolmasligi uchun. Xo'p, pozitsiyasi 2, ko'riklari bor, chexollari ham tashalgan. Avtomobilning salon holatidan ko'rinishlari. Gazi qanaqa? Metanmi? Metan. Metan gaz ballonlari bor. Puli nechmi deyapsiz? 7300 so'm beramiz. 7300 dollar kam bor. Bozor so'radim. Bozor endi qilyapti, 6,5 qilyapti. Qo'l qisgani qancha bo'ldi? Qo'l qisgani qancha bo'ldi? Qisqani 6,5 ming dollar so'rashdi aka deb aytayapti. 6,5 ming dollarga bermadim deb aytayapti. Bu nasiyasi bormi yo faqat naqd pulga sotasizmi? Faqat naqd pulga, nasiyasi yo'q. Telefon raqami aytaylik. 95lik 027 027 71 71 61 raqamiga aloqaga chiqasizlar.